har bitta biznesni boshlanishi o'zi ko'pincha rejalashtirilmasdan boshlanar ekan. Savdoni men ko'proq O'rikzor, Abu Sahiy deb bilardim. Men emasdim hech qachon. Sotuvchilarni bir qanaqadir ilmsiz insonlar deb bilardim. Bu tomoni 2D fikrlamaylar-da, 3D fikrlash kerak. Yaxshi marojniy sotib olinglar, student bo'lsanglar, misol uchun. 3 ta 5 oldinglar, bitta marojniy olinglar. 10 ta 5 oldinglar, bitta restoranga borib o'tirib kelinglar maza qilib. Ota-onangiz millioner bo'lmasa, bular qanaqa qilib million topish mumkin degan savolni ularga yo'llashingiz noto'g'ri. Menga qila olmaysan desa, men jahlim chiqadi. Menda sportivniy zlost degan narsa bor. Men senga ko'rsataman deb, men ko'rsatish uchun ham qilaman deyman. Mana boyishchi o'zi ikkita omili bor ekan. Har qayerda shu omil mo'shni faktor deb biladi. Assalomu alaykum barchaga, qadrli do'stlar. Biz Modul 5 loyihasining yangi bir rukni, ya'ni Modul 5 suhbatga start beramiz va bugungi mehmonimiz juda katta tajriba egasi, Sales Doctor nomi bilan ham juda ko'pchilik insonlar taniydigan va hurmat qiladigan inson Alisher aka Isayev. Assalomu alaykum. Alisher aka, bugun suhbat davomida asosan tayyorlangan savollar avvaldan tahlil qilingan va bundan tashqari auditoriyadan beriladigan savollarni sizga taqdim etamiz. Birinchi savol juda ham qiziq. O'sha Sales Doctor namingi, ya'ni nomlanishi, boshlanishi o'zidan qandaydir bir davr. Va shu davrda siz o'zingizni aynan bizneslarni sotuv tizimini davolovchi bir inson sifatida ko'ra olgansiz. Bunga qanday yetib kelgansiz va o'zingizni o'sha Sales Doctorligingizni qanday anglagansiz? Avvalambor rahmat shu ko'rsatuvga taklif etganingizga. Har bitta biznesni boshlanishi o'zi ko'pincha rejalashtirilmasdan boshlanar ekan. Kimdan gaplashmasangiz, nimadir tasodif bo'lib, nimadir hodisa paydo duch kelar ekansiz. Menda shunaqangi bo'lganki, men xafa bo'lgan bir emotsional holatimda ochganman bu biznesni. U ham nima bo'lganki, bir korxonada ishlaganimda, men bonus olganimda menga sal adolatsizlik qilishgan. Bitta korxona rahbari bo'lganimda, savdosiga qaraganimda, men rejamni 100% dan ko'p bajarganman. Menga faqat 100% bajargan pulni berilgan. Men aytdim, qolganini-chi desam, yo'q, bu narsani biz kelishmaganmiz deyilgan. Jahl ustida borganman, ochganman. U 2013-yil bo'layotgan narsa. Mana Sales Doctor korxonasini 8 yil bo'libdi. Ya'ni nima qilamiz? Endi trening bilan ko'p yildan beri shug'ullanaman. Bir 15 yil, 17 yildan beri shug'ullansam kerak treninglarman, lekin tizimli ravishda shu ochilgandan keyin shug'ullanishni boshlagan. Aynan mana shu 17 yil orqaga agar ketadigan bo'lsak, hozirgi kundagi treninglar o'tishingiz va bularning tagida o'z-o'zidan o'sha davrdagi katta mehnatlar yotibdi. Ko'proq talabalar ham kuzatishadi. O'zingizni talabalik davringiz va o'z sohangizni topib olish vaqtingizga bir to'xtalsak. Ya'ni qachon siz anglab yetdingiz, sotuv sohasi aynan sizniki va o'sha o'qish davrida ko'pchilikda yaqinda bir Modul 5 da ham bo'lgan narsa, birinchi kursda boshqa orzular, ikkinchi kursda boshqa orzular, to'rtinchi kursda bironta ish bo'lsa ishlayman deydigan payt bo'ladi deyishdida. Shunga sizda bu qanday kechgan? Endi maktabda o'qib yurgan paytimda men o'zi tajribaga matfaqqa kirmoqchi bo'lardim. Endi undan oldin kattaroq orzular bo'lardi. Bizda endi mana 93-yilda kirgan bo'lsam, yoshroqman, 7-8-sinf bo'lgan paytimda MGIMOga kiraman degan orzu havasim bo'lgan, o'sha Moskvaga. Bu paytda bitta davlat edik, SSR edik. Keyin 91-yilda men inqirozda boshlanib, davlatlar tarqalib ketgan, mana 15 ta respublikaga ajralib ketganimizdan keyin bu orzu havaslar ham orqada qolib ketgan. Keyin prosta matematika sohasida matfaqqa kiraman deb yurgan paytimda yaqin o'rtog'im bo'lardi. 1 yosh katta edi mendan. Как 11-sinfda o'qiyotgan paytimda borib, "Davay, mana moliyasiga kirgan o'zi ham kirgan zo'r" deb maqtagan. Shunaqa o'rtog'im bilan, mayli, o'rtoq sana moliya bo'lsa, mana moliyaga kiraman deganman, kirib ketganman. Moliya institutiga kirgandan keyin moliya sohasida mutaxassis bo'laman deb o'zimni ko'rganman har doim. Moliyachi bo'lib ishlaganman ham, bir 6 yilcha moliyachi bo'lib ishlaganman. Endi savdo sohasi meniki deb boshlamaganman hech qachon, chunki savdoni men ko'proq O'rikzor, Abu Sahiy deb bilardim. Men emasdim hech qachon. Sotuvchilarni bir qanaqadir ilmsiz insonlar deb bilardim. Ko'chaga chiqib, chiroyli gapirib, nimadir tiqishtirib ketadigan insonlar deb ko'rganman har doim. Tasodifan endi ishsiz qolganman. Ishsiz qolganimda qo'shnim Proctorda ishlagan, rahbarim bo'lgan. Qo'shnim aytgan, "Yur" degan, bizga mutaxassis bolalar kerak deganda, o'sha olib kirgan, tavsiya qilib. Xohlamasdan kirganman, chunki noilojlik bo'lgan. O'sha yerga kirib, даже bir necha oy
endi men ko'proq Procter'da shu do'konlarga javob berib do'konma-do'kon yurardik, har doim chetga qarab turardim, chapga o'ngga qarab tanishlarim ko'rib qolmasin, men nima deb ham sotayotganim degan uyalish paytlari ham bo'lgan. O'shanga bu endi keyin shu katta kompaniya ichiga kirib, har qayerda savdo bu katta maktab, katta ilmligini bilgandan keyin har qayerda shu soha ham o'zimga ham yoqishni boshlagan. Qarasamki shu sohada nimadir o'xshashni ham boshlagan. O'zi nimadir qaysidir sohada qanaqadir natijalarga erishsangiz, menimcha u soha sizniki bo'lib qoladi. Natija bo'lmasa ham, misol uchun bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Yaqinda o'sha internetda bir rus tilidagi blogda eshitganimdek, qaysidir soha bilan shug'ullanayotganingizda o'zingizga bo'lgan ishonchingiz ortadi va tushunasizki, shu soha sizniki. Endi bitta sohani aynan bo'lib olib tushuncha berib ketsak, keyin yana savollarga qaytsak. Ko'pchilikda marketing bo'limi va sotuv bo'limida tushunmovchiliklar bor, ajrata olishmaydi. Aslida bu qanday ishlash kerakligi bo'yicha va yaqin bir vaqtda fast food kompaniya qandaydir marketing xod qildi, lekin sotuv bo'limi uni ko'tara olmadi yoki rejasiga to'g'ri kelmadi. Qandaydir muammolar to'g'risida ham eshitdim. Shu sababli aynan ekspert insondan sotuv tizimi, sotuv umuman bo'limi va marketing bo'limi bir-biri bilan qanday ishlash kerak va nima farqlari borligini bir yoshlarga yetkazsak. Bu umuman har xil soha, bir-biriga aloqasi yo'q soha bu. Endi bu ham sohaga bog'liq funksiyani bo'linishi. Misol uchun distributsiya sohasini oladigan bo'lsak, sotuvchini vazifasi aytaylik mana suvni sotadigan bo'lsangiz, sotuvchini vazifasi magazinga polkaga qo'yib qo'yish. Polkadan ketmasligi sotuvchini vazifasi emas. Bu o'zi marketingning vazifasi. Misol uchun agar men marketolog bo'lsam, mana bizda Procter'da ko'p bo'lardi shu narsa. Procter'da marketolog har doim marketing sotuvchilarning ustidan shikoyat qilardi. Chunki aytadi, mana shuncha pul ishlatyapman, million dollar ishlatyapman, reklama qilyapman, do'konga kirsam, misol uchun 450 gram parashok qolmabdi, yo'q ekan. Men shuncha pul ishlatyapmiz, demak polkada yo'q. Bu sotuvchining vazifasi polkaga qo'yish. Sotuvchilar teskari pretenziya qilishi mumkin, chunki aytishi mumkin, mana men hamma narsani taxlab qo'ydim magazinga, ne ketmayapti? Mana men bir haftadan keyin magazinga kiryapman, sotilmayapti. Bu sizlarning vazifangizda marketologlarga arz qilishim mumkin, misol uchun ustidan. Bu distributsiya. B2B da sal boshqacharoq. B2B da marketing vazifasi bu varonkada lead generatsiya bilan shug'ullanish. Ya'ni sotuvchilarga endi bir qanaqadir balu tutishga borsangiz, sizni marketing vazifasi ko'p balu olib kelib berish sizga. Siz bitta qarmoqqa ushlab o'tirasiz baloni. Bu sotuvchi. Ya'ni bu yerda mana shu ikkita farqi bor. Uni aniq chegarasi bor. Qatgacha sotuvchining vazifasi, qatgacha marketing vazifasi. Alisher aka, hozir aynan mana shu sohalar bo'yicha ham savol. Procter & Gamble keyinchalik o'sha sizni isayev.uz shaxsiy saytingizda ham yozilgan Dana kompaniyasini o'sha ikkinchi o'rindan birinchi o'ringa olib chiqqaningizda ham bu ushlab ko'rsa bo'ladigan, o'sha tangible deyiladi-ku, ushlab ko'rsa bo'ladigan mahsulotlar. Keyinchalik hozirgi kundagi o'sha faoliyatingizni ko'rsak, bu sub kompaniyasi. Ya'ni dasturiy mahsulot, dasturiy kompleksni sotish kerak. Aynan mana shu yerdagi umumiy evolyutsiyani bir tushuntirib bersangiz, ya'ni ushlab bo'lsa bo'ladigan mahsulotni sotish va dasturiy ta'minotlarni sotishda qanaqa o'ziga xosliklar bor? Endi qarang, sotish deganda o'zi sotuvchi so'zi yaxshi so'z emas. Boshda ham sotuvchilarni yomon ko'rganim bejiz emas, chunki so'zi o'zi yaxshi emas, noto'g'ri. Savdoga kirganimdan keyin ham tushundim bu noto'g'ri so'zligini. Bizda Procter'da ishlaganimda men sotuvchi bo'lganman, lekin meni mehnat daftarchamda ham yozig'im mijozni biznesini rivojlantirish menejeri deb yozilgan. Ya'ni sotuvchining vazifasi mijozni biznesini rivojlantirish bo'ldi. Nuqta. Men parashok sotsam ham meni vazifam do'konni biznesini shu parashok orqali rivojlantirish, ko'proq foyda olib keltirish. Sap sotsam ham men havo sotaman, mana bunday qarasangiz, lekin sap sotganda ham meni vazifam bu mijozni biznesini rivojlantirish. Любой narsa sotganingizda agar shu mindset bilan kirmasangiz mijozga yutqizasiz. O'sha farqi yo'q nima sotishingiz. Eng muhimi shu mahsulotingiz orqali yoki xizmatingiz orqali mijozni biznesiga nima foyda olib kela olasiz. Agar shuni isbotlab bersangiz sotasiz. Isbotlab bera olmasangiz sotamiz. Albatta tushunarli, lekin ko'proq bilim olish niyatidamiz sizdan. Ya'ni ishlab chiqarish yo'nalishi va xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi sotuv tizimini qanaqa qurgan yaxshiki, o'sha iste'molchiga yaxshi bir takliflar berish uchun yoki o'sha to'g'ri sotish uchun. Nimaga bog'liq-da? Mana biznesga bog'liq bu narsa. Misol ishlab chiqarish bo'lsa, distributsiya bo'yicha tizim tuzasiz. B2B bo'lsa,
Sapga o'xshagan korxona. Bu yerda ozgina boshqacha. Misol uchun trening sotsa ham sal boshqacha. Bu yerda bu aytganimdek B2B'da ko'proq voronkaning ustida ishlaysiz. Voronka lead generatsiyaga marketing, SMM, tam shunga o'xshagan mutaxassis javob beradi. Bu yerda voronkaga tushgan mijozlar bilan savdo xodimlari, savdo bo'limi bo'ladi. Savdo xodimlari bu narsa bilan shug'ullanishi kerak. Bunaqa qiyin joyi yo'q. Qiyin emas. Oddiy sotuvchi emas, oddiy biznesni rivojlantiruvchi insondan sotuv tizimlarini qura oladigan, mana shu sotuv varonkalarini qura oladigan darajaga chiqish uchun hozirgi kunda qanday ko'nikmalar kerak? Ya'ni nimalarni o'rganish kerakki, o'sha oddiy bilamiz-ku, do'konlarga kirib o'sha taklif qiladigan bir sotishga harakat qiladigan insondan olaylik, sizni darajangizga chiqish uchun yoshlarda qanday ko'nikmalar bo'lishi kerak va nimalar bilan shug'ullanish kerak? Endi avvalambor ustoz bo'lish kerak. Ustozsiz men katta odam bo'lishiga hech kimga ko'zim yetmaydi. Men o'zimni hayotimni ko'radigan bo'lsam, juda ko'p zo'r ustozlarim bo'lgan. Men tasavvur qila olmayman, shu ustozlarim bo'lmaganda nimagadir erishishdi. Chunki ustozingiz bo'lmasa YouTube ko'rarsiz, ustozingiz bo'lmasa qaysidir kitob o'qiysiz, lekin bu yetarli emas baribir. Bu qanaqadir aytganingizdek hard skills olishingiz mumkin, lekin ko'p narsalar kitoblarda yozilmagan. Ko'p oddiy narsalar kitoblarda yozilmaydi va har doim harakat qilishingiz kerak. Mana savolli auditoriya bilan gaplashamiz, ozgina interaktiv qilamiz. Nech pul xarajat qilasizlar bir oyda networkingga? Kim nech pul xarajat qiladi? Networking qanaqadir tusovkalarga, biznes tusovkalarda qatnashish, qayergadir obedga birgalashib bor, biznes zavtraklarga borish, ujinlarga borish. Bir oyda nech pul xarajat? Kim nech pul xarajat qiladi? Bemalol. Qancha? 500 ming, yana? Nimaga xarajat qilasiz? Kim yana qancha nima qiladi? Bemalol o'z fikringizni bildirishingiz mumkin. Nech pul berishga tayyorsizlar? Qanaqadir o'zingizga qiziq bo'lgan odamlar 1 soat, 2 soat suhbatlashib o'tirishdi. Kim qancha berishga tayyor? Qancha? 1 million. 1 million. Zo'r. Yana kim? Yana $100. $100 shu atrofda. Yana bemalol qancha topib olsak shuncha. O'lchab bo'lmaydi. Mana narsada rivojlanish uchun, shaxsiy rivojlanish uchun shu atrof muhit juda muhim. Atrof muhitga kirish uchun qachondir pul berishingiz ham tayyor bo'lishingiz kerak. Ya'ni bilishingiz kerakki, bu hammasi oqlaydi. Men to'lagan pulim ham oqlanib ketgan sizlar. Ya'ni networking deganda ham to'g'ri muhitga tushib olishda maqsad. O'zi YouTube'da ham bor, ana bitlar to'g'risidagi video ko'rmaganmisizlar YouTube'da? Bit bor, odamning boshida bit bo'ladi, qaysidir ayrim insonlarda. Bit nech metrga sakraydi, kim biladi? Qancha? 2 metr. Mana bit 2 metrga sakraydi ekan. Tashdan ehtiyot bo'linglar, qayerdadir o'tirganingizda 2 metrgacha sakraydi ekan bit. Endi bitlarni o'sha Harvard studentlari eksperiment qilgan. YouTube'da Blaha banka desa chiqadi, ko'rasizlar. Bankaga 1 litrli bankagamikan ko'p bit solgan, qopqog'ini yopib qo'ygan. Qopqog'ini yopib qo'ygandan keyin 3 kun ushlashgan. 3 kundan keyin qopqog'ini ochsa, bitta ham bit уже sakrab chiqmagan. Nimaga? Chunki mana shu krishka qopqoq bo'lgan, bitlar уже o'ylagan, masjidgacha sakrash norma deb bilgan. Vaholanki tabiatan 2 metrga sakra oladi. Уже bu bitlarni уже bolalarga bitlar ko'payishni boshlasa, уже bolalari ham qopqoqdan baland sakramas ekan. Har bittalarni, shu jumladan meni ham qopqog'imiz bor-da. Shu qopqog'da hammada har xil. Qopqoqdan chiqib ketishi eng katta yo'li bu to'g'ri muhitga kirib olish. O'sha networkingni bekor boshlamadim savolni. Ya'ni qopqog'i ustidan balandroq bo'lgan odamlarning orasiga kirib, ko'proq suhbatlashib yurish, bularning ichida yurish, bularning fikrlashni o'rganish. Doimiy ravishda qopqog'i baland odamlar ichida yursanglar, sizlarning qopqog'ingiz o'sish boshlaydi. Ungacha bo'lmaydi. Men kecha bir eski bir xodimimiz bilan obed qildim, taklif qildi obedga. Suhbatlashib o'tirdik. Xuddi shu savol beryapti. Men mana shuncha daromadga chiqdim. Endi mana shuncha daromadga chiqish uchun mana reja. Noto'g'ri reja. To'g'ri bu ana Excel'da qilgan reja.
mana bunaqa qilsam yana mana shunchaga 20% ga daromadim oshadi, 30% ga oshadi. Bu noto'g'ri narsa. De daromadni oshirish yo'li bu keyingi pog'onadagi o'sha communityga kirib olish. O'sha yerga kirib olsa, o'zi avtomatik o'sishni boshlaydi. O'shanga bu yerda har doim ham anaqa deyman-da, savolda mana misol uchun daraxtda 10 ta qush o'tiribdi, to'g'rimi? 10 ta qushni bittasini urib tushirdinglar. Nechta qush qoladi? Da 2 da matematikada 9 ta qoladi. 3 da matematikada hech qaysi biri qolmaydi. Muvaffaqiyat ham shunga o'xshagan narsada 2 da matematika hisoblasanglar, mana shuncha narsa sarmoya qilsam, mana shunchaga o'sadi, mana shunaqa qiladi yo bo'lsa 2 da matematika o'sasizlar. Muammosi yo'q. O'ta ham o'sish bo'ladi, bo'lmaydi emas. 3 da matematika boshqa etapga chiqib olish kerak. Boshqa etapga chiqib olish bu faqat o'sha to'g'ri muhit. O'shanga qat'iyatdir kattaroq narsaga erishmoqchimisizlar, o'sha atrofinglardagi даже bugun ertalab qayerdadir Instagramda chiqib qoldi, qiziq narsa. Aytyapti, katta ambitsiozni bir maqsad qo'ysanglar, ko'p do'stinglardan ayrilishga tayyor bo'lishingiz kerak. Chunki avtobusga 50 ta odam sig'adi. Lekin Lamborghiniga 2 ta odam sig'adi-da. O'tib 50 ta odam olib keta olmaysizlar o'zingizlar bilan. O'shanga shu narsaga ham tayyor bo'lish kerak. Rahmat Alisher aka. Ya'ni soft skill haqida ko'proq gaplashdik. O'sha suhbat olish, tanishish, communication skills. Bitta qiziqarli savol bor ekan, aynan mana shu sotuv tizimi to'g'risida sizdan so'raganimiz to'g'ri. Yulduzli sotuvchilar haqida yozishgan ekan, o'sha ya'ni kuchli bir sotuvchini agarda olib kelinsa kompaniyaga, u o'sishga sabab bo'ladi, sotuvlarni oshiradi, lekin u ketgandan keyin sotuvlar tushib ketadi degan bir o'sha risklar, tavakkalchiliklar bor ekan. Aynan mana shunday holatlar sizning hayotingizda bo'lganmi? Chunki sizni menimcha bir 100 ta kompaniyadan 99 tasi o'ziga jalb qilishni xohlaydi, lekin siz ketganingizdan keyin u sotuv tizimi bilan turli xil muammolar bo'lishi mumkin. Kompaniya rahbari va shunga o'xshash. Ya'ni mana shunday bir keyslar bo'lganmi sizda? Yo'q, keyslar bo'ladi, chunki soch rahbar odamda faqat bilim yetarli emas. Mana men misol uchun oxirgi joyda mana chiqib ketgan joyim bor. Men o'rnimga zo'r bola qo'ygan. Bilimi kuchli bola. Lekin siyosiy kuchi yetmaydi. Ya'ni misol uchun u rahbar sifatida, ya'ni bilim nuqtai nazaridan, hard skills nuqtai nazaridan savdoga nima bilim kerak bo'lsa, hammasi bilimi bor. Lekin xo'jayinga kiradi, fikrni oxirigacha o'tkazib olmasdan qaytib chiqadi. Qaysidir g'oya bilan kiradi, mana men g'oya qilsak zo'r bo'ladi deydi. Ikkita e'tiroz eshitsa, bo'ldi, xo'p bo'ladi xo'jayin deydi, chiqib ketadi. Tushunasiz? Ya'ni bilim o'zi yetarli emas. Bu yerda politik vo'la kerak. Men misol uchun men har doim agar o'zim rahbarim fikr noto'g'ri bo'lsa, men har doim qarshi chiqa olganman. Kerak bo'lsa, такой жесткий formada ham qarshi chiqish, shunaqa variantlar ham yo'q bo'lmagan. Vaqt-vaqti bilan sodir bo'lib turadi. Bu narsa qila olmasangiz, rahbar bo'la olmaysiz. Chunki bu juda muhim bo'lgan o'sha aytganingizdek soft skills bir elementlardan. Bu narsaga o'rgatib bo'lmaydi. Yoki men bilmayman qanaqa o'rgatish. Menimcha shunaqa bo'lsa kerak. Sababi sizda bor, lekin buni o'rgatish qiyin. O'sha siyosiy iroda to'g'risida gap ketganda. Aynan mana shu joyda savol ochiladi. Ya'ni sotuv menejeri yoki sotuvga rahbar bo'lgan inson biznesni asosiy rahbari bilan qanday munosabat o'rnatish kerak va o'sha siyosiy iroda haqida hozir bir harakat qilib ko'raylik. O'sha qanday qilib buni joriy qilsa bo'ladi? Ya'ni rahbarga o'z qo'ygan ketma-ketlikdagi strategiyasini himoya qila olish. Zo'r narsa qilmoqchi, lekin rahbar hali tushunmayapti. Bu ham sotish-ku. Rahbarga g'oyani sotishi, bu ham endi ko'nikma, bu ham bilim. Bu bo'yicha sizda qandaydir bir holatlar bo'lganmi? Aynan shu bilan bog'liq bir holatni aytib bersangiz, balki kimdirlar o'z hayotida shunaqa holatga duch keladi. Yo'q, bu doimiy ravishda bo'ladigan narsa. Mana misol uchun mana bizda mana bir oylik o'qishimiz bor, o'tda как раз mana shu keysni ko'rsataman. Misol uchun korxonada mahsulotning foydasi aytaylik 12% sof foyda ko'radi. Yo'q, uzr, hozir aytaman. 11% sof foyda ko'rayotgan anaqa hisoblaganmiz. Mana 11% sof foyda ko'ryapti biznes. 12% skidka qilyapman, mana sok biznesida. 12% skidka qilyapman. Menda shu real vaziyat bo'lgan. Главный buxgalter kelyapti, aytyapti, biz 12% skidka qila olmaymiz, chunki foydamiz o'zi 11. Endi men shartli ravishda raqam keltiryapman. Mana foyda zararli sal boshqacha raqam. Men просто shartli ravishda biznes case sifatida. Sizlarga ham savolda, mana 11% sof foydalar bor, 12% skidka qilyapman.
yaxshimi, yomonmi? Menga buxgalter kelyapti, qilolmaymiz deyapti, zararga kirib ketamiz deyapti. Men unga isbotlab beryapman. 11% sof foyda bilan, 12% skidka qilib, men 12% sof foyda bilan chiqib ketishim. Ob'yom orqali. Uning uchun hisob-kitobni to'g'ri bilish kerak-da, uning uchun moliyani yaxshi tushunishinglar kerak. Moliyada umumiy anaqa doimiy xarajatlar bor, o'zgaruvchan xarajatlar bor. Shu ikkalasini orasida o'ynab, shunaqa vaziyatdan plyus bilan chiqib ketish mumkin. Ya'ni har bitta sotuv bu raqamga asoslangan sotuv. Men kelib, davay unaqa qilamiz deb aytmayman. Misol uchun savol paydo bo'lsa, mana hisob-kitob bemalol o'zing tekshirib ko'r. Demak, tushunishim bo'yicha aynan shu hisob-kitoblarni taqdim etganingizdan keyin o'sha biznesni egasi ha, to'g'ri, shuni amalga oshiramiz degan qarorga kelgan. Endi yana bitta savol, bu ko'proq bizning hayotimizda yoshlarda uchraydigan holat, og'zaki kelishuvlar va shartnomalar. Ya'ni og'zaki kelishuv bo'yicha ha, shunaqa qilaylik deyishi bilan o'sha material olinadi yoki biron bir ishga kirishiladi, lekin keyinchalik bu amalga oshmaydi va qanchadir o'sha xarajatlarga olib keladi yoki shartnomalarda ham xuddi shunday, ayniqsa davlat bilan ishlaganda yoki bir noto'g'ri shartnomalar tuzilganda kutilmagan yoki bir xohlanmagan holatlarga duch kelamiz. Aynan mana shu joylarda og'zaki kelishuvlarda qanday jihatlarga e'tibor berish kerak, shartnomalarda qanday jihatlarga e'tibor berish kerak, o'z tajribangizdan kelib chiqib. Yeltsin degan bitta kitobini o'qiganman. Bitta joyi bor. Yeltsinga jurnalist savol beryapti, aytayaptiki, mana har xil prezidentlar ko'rishadi, shartnomalar tuzadi. Orasida og'zaki kelishuv bor, 5 tashlashadi. O'sha 5 tashlashi kuchi qanaqa degan? Aytgan, shartnomalarning kuchi bir tiyin degan, asosiy kelishuv har doim 5 tashlashganda bo'lgan degan. Og'zaki shartnomani kuchi katta. Afsus, juda kam tadbirkor gapini ustida tura oladi. Juda kam. Men o'zimda shu narsa bo'ldi. Mana 2 kun, 3 kunda bo'layotgan narsa, bir tadbirkor bilan kelishib bitta narsani bir marta kelishdik, hammani guvohlar oldida ham pulli kelishdik, hamma shartlarni kelishdik, 5 tashlashdik, ertasi kuni kelyapti, yana o'zgartiraman deyapti. Oxiri bugun ham nima qilganini men aytdim, rahmat sog' bo'ling dedi, bo'ldi. O'shandan nima to'xtatdi. Ya'ni gapini ustida turish juda katta aktiv. Nimadir va'da qildinglarmi, o'lib qolsanglar ham qilishinglar kerak. Agar va'da qilib qilmasanglar, o'ylamanglar, men bir marta qilmasam hech nima bo'lib qolmaydi demanglar. Deb o'ylamanglar, bu orqadan o'zi shunaqa negativni salbiy imij tarqalishi boshlaydi. Va teskarisi, agar gap ustida turadigan inson bo'lsanglar, har doim sizlarga bu plyusga o'ynaydi. Chunki nom eng qimmat aktiv insondir, eng qimmat aktiv. Bizda mana bu kafeda ham bo'layotgan narsa hozir gruppamizda bitta insonni biz bu kafedan chiqarib yubormoqchimiz, chunki lafz qilib bajarmaydi. Allab ketgan, katta pulga urib ketgan boshqa qilgan. Bu hozir hisoblasa, aldash qimmatga tushyapti-da unga. Agar to'g'ri ish qilib yurganda edi, gapini ustida turganda edi, yolg'on gapirmasdan halol yo'l tanlab ish qilsa edi, hozir даже pulga chaqqanda ham, конечно, itogi ko'proq pul topardi o'sha inson. Lekin o'zi hamma joyda gap tarqalib ketgan, buni kidatib ketdi, buni kidatib ketdi degan o'zi anaqa, даже pulga ursa ham minus-da bu. O'shanga mana chestным быть выгодно degan gap bor. Harakat qilish kerak, gap ustida turib va halol bo'lishga. Bu juda kamdan kam uchraydigan katta, ayniqsa tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, juda katta aktiv. Unda o'sha og'zaki kelishuvlar orqali biznesni amalga oshirish hozirgi kunda demak ancha ehtiyotkorlik talab etadi. Hozir qog'ozda qilsangiz ham ehtiyotkorlik talab qiladi, chunki yaxshi emas. Vaziyat tadbirkorlar orasida juda ko'p aldab ketishlar uchrab turadi. Yaxshi emas vaziyat. Shuni asosiy omilini albatta bu formatda emas, ya'ni bu norasmiy savol. Mana shuni asosiy omili nima deb o'ylaysiz sizni shaxsiy? Bu tarbiya. Chunki men o'ylardim boshda ilgari din deb o'ylardim, lekin mana 5 mahal namoz ham o'qiydi, aldab ketyapti. Menimcha ko'proq dindan tashqari, din ham kerak, dindan tashqari baribir tarbiya omili juda katta bo'lsa kerak deb o'ylayman, tarbiya omili. Alisher aka, endi hamma avvallari millioner bo'laman deb yurardi, lekin
hozirgi kunda o'zbek so'mini bir qadrsizlanishimi yoki boshqami yoki o'sha Forbes'ni kuzatadiganlar ko'paydimi, milliard so'zi haqiqatda bir qiziqarli, insonni ilhomlantiradigan bir so'zga aylandi. Va o'zbek bozorida hozirgi kunda mana shu nomni o'zi bilan olib olgan inson sifatida mana shu milliard loyihasi to'g'risida suhbatlashsak. Ya'ni hozirgi kunda o'sha boshlanishida nimalarni maqsad qilingan edi va umuman milliard loyihasidan maqsad qanday va uning o'sha jamiyatdagi insonlarga ta'siri va umuman yurtimizdagi yaxshi o'zgarishlarga qanaqa ta'sirlari bor? Milliard boya aytgandek, milliard bu ekosistema. Ya'ni bu ko'rsatuvdan tashqari bu klub, milliard klubimiz bor. Maqsad milliard klubga potensiali bor tadbirkorlarni yig'ish va bu potensiallarni tashqi bozorlarga olib chiqish. Mana yaqinda bo'layotgan narsa, mana milliard klub a'zolari bilan Turkiyaga bordik. Istanbulda o'tiribmiz. Vamas degan restoran bor, set restoran bor Turkiyada. Gaplashib o'tiribmiz, obed qilib aytayapmanki, qaranglar, zo'r restoranmi? Zo'r restoran. Nima O'zbekistonda yo'q? O'zbekistonga olib kirsak zo'r bo'larmidi? Ha, zo'r bo'lardi. Nima yo'q O'zbekistonda? Cheklov faqat shu restoranni xo'jayinining miyasida. Agar O'zbekistonga kirmasa, zo'r kirib ketardi. De, endi savol, nimaga sizlar o'zbek tadbirkorlar Turkiyada yo'qsizlar? De, yana cheklov o'sha miya. Birinchi cheklov miya, keyin bu miyani olib tashlagandan keyin cheklov bu kadr. Kim orqali bu narsani qilaman deganda. Ya'ni klubimizning maqsadi o'zbek tadbirkorlarni tashqi bozorlarda ishlaydigan tadbirkor, xalqaro darajada ishlaydigan tadbirkorlar darajasiga olib chiqish. Alisher aka, hozir mana shu yerda ham biz hamkorlarimizga minnatdorchilik bildirmoqchimiz. Ya'ni Ground Zero'da coworking markazida aynan biz uchun hamkorlikda mana shu joy taqdim etilgan va biz mana shu suhbatni amalga oshiryapmiz. Xuddi shuningdek, yoshlar ham hozirgi kunda coworkinglarga qiziqishi, turli xil informatsion ehtiyojlarini qondirish uchun YouTubedan yoki treninglarga borishyapti va bizda o'ziga xos o'sha Rossiyada bundan bir 10 yil, 15 yil avval paydo bo'lgan yoki Amerika Qo'shma Shtatlarida bir 50 yillik tarixga ega shu info biznes haqida ham gaplashsak. Ya'ni bu biznes to'g'ri qabul qilamiz, lekin uni ichida mahsulotlarning turli xil sifatlilari bor. Va mana shunda yoshlarga qanday tavsiya berasiz? Qaysi bilimlariga tanlov qilishlari kerak, qaysilardan uzoqroq bo'lishlari kerak. Ya'ni treninglarni ham, kurslarni ham qaysi me'yorlar asosida tanlaganlari yaxshi? Sizdan eshitsak yaxshi bo'lardi. Bu yerda ham ko'p insonlar bor. Men boshida nima qilasiz? Bu ham odamning fikri hamchi vaqt-vaqtidan o'zgarar ekan. Men bu sohaga kirganimda fikrim boshqacha bo'lgan, hozir boshqacha. Bu sohaga kirganimda fikrim bo'lganki, tajribasi yo'q odam qanaqa qilib dars beradi deb jahlim chiqardi. Ikkita kitob o'qib, birovlarga et beryapti deb juda ichimdan anaqa qilardim, xafa bo'lardim. Hozir o'zgarganman. Hozir tushunyapmanki, bu odamlar ham kerak. Chunki tadbirkorlarni, mana men hozir o'zim ko'p tadbirkorlar o'qitaman, hech qayerda o'qimasdan kelsa menda o'qiy olmaydi. Chunki biz endi oddiy narsalar tushuntirmaymiz. Biz endi misol uchun mana hozir boshqa tadbirkorlarning gapi bu ham o'zimizda u yerda ham o'qib kelgan tadbirkor zo'r gap gapirdi, aytibdi. Mana trenerlar bu 1-chi, 2-chi, 3-chi sinf ekan. Sizniki universitet ekan deyapti. Men shundan keyin shu xulosaga keldim. Maktabda o'qimasdan menga kelmaydi deyman. O'sha meni konkurentim bo'lsa ham o'sha yerda o'qib olinglar. Ozgina tushunib olinglar. B2B degan nima degani, ana marja bilan natsenkani farqi nima deb oddiy qanaqadir narsalar bor-da. Ko'plar qachon hech qayerda o'qimasdan sразу institutga kelsa qiynalib qoladi. O'shanga har xil info tadbirkorlik kerak ekan. Hammaning o'zining segmenti bor. Misol uchun hech qayerda umuman o'qimagan bo'lsangiz, o'qib olgan yaxshi, yomon emas. Kelgan bir pishib nima qilib kelgandan keyin bemalol keyin bizga kelsanglar, u yog'idan keyingi etapda gaplashamiz. Demak, qimmatli bilimlarimni oddiy savollarga javob berish bilan o'tkazish bu to'g'ri emas ekan. O'zim ham mazza qilmayman. O'zim ham mazza qilmayman. Ya'ni kimdir bor, mana даже men o'zim farzandlarimni ham bo'lardi, kichkinaligida endi o'tirasiz baribir, erkaligingiz bosh qilasiz, lekin ana gaplashib o'tira olmaganingizga zerikib ketadi-da. Ozgina 20 minut o'ynaysiz, onasiga berib qo'yasiz, mana deysiz-da. Katta bo'lganda suhbatlashib o'tirishga o'sha mazza, ana ko'proq odam mazza qiladi-da. O'shanga menda ham shunaqa. Men misol uchun hali hech qayerda o'qimagan tadbirkor bo'lsa-chi, men tez zerikib qolishim mumkin. Men endi baribir o'zimni mazza qilgan ish bilan shug'ullanishni xohlayman. Men qachon mazza qilamanki, o'sha bemalol birimizdan bitta tilda gaplashib, birimizdan tushunishni boshlasak.
juda chuqurlashmasdan turib shu savolni berib olay. O'sha tadbirkorlik maktabidan noto'g'ri kelgan talabani to'g'irlashga ham baribir vaqtingiz ketmasmikan degan bir savol bor. Ya'ni endi u yerda unaqa buziladigan darajaga hech nima bormaydi ham u yerda. Ya'ni bu hech bo'lmasam gaplar mana shu narsada boshqa bozordagi ko'p trenerlar bular pianinoda nota o'rgatadi. Do, re, mi o'rgatadi. Menga kelib, "Mana nima edi? Do, re, men vaqtim ketkazim kelmaydi." Menga kelsa, men o'zi musiqa yaratishni o'rgataman. Mana qanaqa edi knopka desam, men zerikaman. Menda ham bor shunaqa tadbirkorlar ora-orada adashib kirib qolishadi, o'qishimizga musiqa chalayotganda to'xtab turing deydi. Mana qora knopka nima edi deydiganlar bor. Yo'q emas. Men aytaman, keyin biz o'zimizdan sotuvchilarga gapiraman. Nima bularni o'qishga oldinglar? So'ramaysizlarmi? Hech qayerda o'qimagan bo'lsa kelmasin deyman. Yuboringlar, mana otlargacha yetib chiqamiz. Mana odamga borsin, mana odamni o'qib kelsin deymiz. Biz konkurentimizga yuboramiz. Ozgina nechun bo'lsa knopka o'rganib kelinglar, klavishani o'rganib kelinglar, keyin biz bu yerda musiqa yaratamiz. Alisher aka, keyingi savoldan avval hozir auditoriyaga yuzlamoqchiman. Barcha o'zini savollarini tayyorlab tursa, bitta savoldan keyin aynan mana shu savollarga o'tardik. Alisher Isayevning kun tartibi qanday tuzilgan? Hozir time managementga juda chuqurlashmaymiz. Aynan sizning misolingizda vaqtni nimalarga e'tibor bergan holatda taqsimlaysiz va muhimlik darajasini nimaga qarab belgilaysiz? Endi ko'plar nima qilishni o'ylaydi. Men nima qilmaslikni ustida ishlayman. Bir hafta, 2 hafta oldinga har soat deyarli yozilgan prioritetli bor o'ziga yarasha. Ya'ni prioritet manaqa narsada, ya'ni akvarium misoli bor-ku. Akvariumda katta 2 ta tosh qo'ysa, toshdan keyin nima sig'adi deydi, to'g'rimi? Eshitgan bo'lsangiz kerak. Nima sig'adi? Shag'al sig'adi. Kichkina tosh solgandan keyin, shag'al solgandan keyin nima solsa bo'ladi? Qum solsa bo'ladi. Undan keyin suv solsa bo'ladi. Teskarisini qilsangiz bo'lmaydi. Ya'ni teskarisini qilsangiz, suv solib, qum solsangiz, o'sha katta toshga sig'may qoladi. O'sha hayotda eng muhim narsa katta toshni ajratib olishingiz kerak. Mana shu katta toshlarni men uchun nima? Mana men loyiha men uchun katta tosh. Demak, nima qilib bo'lsam, avvalambor mana shu katta toshni qilaman. Vaqtim ortib qolsa, keyin boshqa narsa bilan shug'ullanaman. Bu yerda juda muhim narsa, menda ayniqsa mana Proctorda shu yaxshi dars olganman. 2002-yil ekan, 2002-yili как раз сокращение bo'lgan payt, Proctor ofisi Qozog'istonga ko'chib ketayotgan paytlar bo'lgan. Hamma xullas ancha bu ofisi qisqartirilgan paytda men bitta o'zim qolib ketganman. Bir qism komanda Olmaotaga o'tib ketgan, komandaning bir qismini ishdan bo'shatishgan. Bitta o'zim qolganda o'shanda tasavvur qilganmanki, men endi yarim yil ishlayapman kompaniyada. Yoshman hali, ko'p narsani tushunmayman, jarayonlarni juda ko'p menga zaproslar kelishni boshlagan. Marketingdan zapros keladi, Olmaotadan anoni bilib kel deydi, logistikadan keladi, men buni bilib kel deydi. Qarasam, umuman hech nima ulgurmayapman. Bir hafta o'tyapti, juma kuni kech payt biroz orqaga qarayapman, dushanbadan boshlab nima ulgurdim desam, hech nima ulgurmaganman. Stress bo'lganman. Katta stress bo'lganman. Rahbarim bo'lardi, zo'r ustozim bo'lardi. Savol berganman, ulgurmayapman. Nima qilay deganman ulgurish. Bir kunda bitta ish qilgin deganlar. Nima deyapsiz deganman. Voy, bitta ish qilsam hech nima ulgurmayman degan. Shundoq ham hech nima ulgurmayapsan degan. Keyin anaqa boshda gaplarga ishonmaganman. Qilib ko'ray deganman, boshqa ilojim ham yo'q. Ertalab boshlayman, bitta ish bilan shug'ullanaman. O'sha katta tosh tanlayapman, bitta loyiha bilan shug'ullanaman. Zvonokni tushyapti, men buni solution qilmayman, men aytib qilmayman deyman. Men buni qilaman, keyin boshqa ish qilaman. Keyin qarasam, juma kuni kech payt shundoq qarayapman, 4 ta 5 ta katta ish qilib qo'ygan bo'laman. O'sha haligacha shu narsani ishlataman, bir kunda bitta ish. Bitta katta ish qilsa, odam hamma narsani o'rganishni boshlaydi. Endi biznes qilmagan bo'lsangiz, menga kelmang. Biznes bor. Biznes bo'lsa, qayerdadir o'qiganmisiz? Bo'ldi. Qayerdadir o'qigan bo'lsangiz, kelavering. Оборотning farqi yo'q. Misol uchun bizda bor, bitta oxirgi o'qishimizda Navoiy o'qidilar. Bir akamizni 3 ta tandiri bor odam ham o'qidilar. Hozir endi bular bilan suhbatlashdik, qanaqa qilib katta set qilish mumkin, dastavkalik degan ozgina biznes modellarini ko'rib chiqdik. Endi qanchalik qiladi qilmaydi, endi o'zlariga havola. Hozir o'qiyotganman. Hozir kursimiz bor. Hozirgi kursda oddiy bitta oziq-ovqat do'kon bor, bir ayol ham o'qiyotdi, misol uchun. Оборотni misol uchun
15 million 20 million yiliga dollarda оборот qiladigan odamlar ham o'qiydi. Endi o'rtacha statistikani, endi mana milliard klubini statistikasini qilganmiz. O'rtacha milliard klubini a'zosi bizda 1 yilda 5,5 million dollar оборот qilar ekan. Taxminan shu pog'ona odamlar уже klubga a'zo bo'lyapti. Hamma ham bunaqa emas. Misol uchun bor aytaman, 100 ming dollar оборот qiladiganlar bor, 2 million оборот qiladiganlar bor, har xil tadbirkorlar bor. Menga eng muhimi nima? Menga eng muhimi biznes qilayotgan bo'lishingiz kerak. Biznes qilayotganda peshonangizni 2-3 marta yorgan bo'lishingiz undan ham yaxshi. Keyin kelsangiz, keyin anaqa birimizdan tushunishni boshlaymiz. Rahmat javob uchun. Marhamat, keyingi savollar bo'lsa. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Tasavvur qilaylik, siz 18 bir yoshli paytingizga qaytib qoldingiz va hozir shu yerda turibsiz. Ya'ni 18 yoshli paytingizga qaytib qolganingizda qanaqa 3 ta eng top maslahat bergan bo'lardingiz? Eng top maslahatlardan bittasi bu to'g'ri muhit topish. Men muhitni muhimligini juda kech tushunganman. Lekin hozirgi meni borim, misol uchun o'sha muhit tufayli ham shu jumladan bo'lganini bilaman, omili katta muhit, omili katta. Bu bittasi. Yana bitta maslahat ustoz topish. Ustoz topish, ustozni roli juda katta. Juda katta. Ustozsiz men o'zim tasavvur qila olmayman ustozsiz. Deyman, hayotimda bir 4 yo 5 ta juda katta zo'r kuchli ustozlarim bo'lgan, o'sha miyani shakllantira olgan. 3-chi maslahat mana shunaqa narsa. Odamni rizqi belgilangan. Rizq orqasidan yugurib yurmaylik. Qilayotgan ishinglarni chiroyli, go'zal, halol yo'l bilan qilinglar, rizq o'zi kelaveradi. Mana boyishni o'zi ikkita omili bor ekan. Har qayerda shu omil mo'shni faktor deb bilinadi. Bu ibodat bilan zakot. Mana shu ibodat, zakot sizlarni boyitadigan narsalar. Har doim mana shunaqa narsa. Bu yerda biz o'ylaymiz, aytaman, biz 2D matematika qilamiz-da. Biz o'ylaymiz, mana hozir 100 so'minglar borda, 20 so'm xarajat qilsanglar 80 so'm bo'lib qoladi deb o'ylaysizlar-da. Noto'g'ri narsa-da bu. 3D matematikada bu hadisda keltirilmagan boshqa emas, bu Qur'onda yozilgan, ya'ni o'sha dokumentda bu. Bergan xayriyaga, shu zakotga berilgan yaxshilik, savob yo'lda berilgan xayriya pullaringiz bir so'mingiz 10 so'mdan 700 so'mgacha oshadi. Bu men hayotimda, men 45 ga kiryapman, xudo xolasa, hayotimda men million marta ko'rganman bu narsani. Har bir bergan pulingiz sizni hech qachon kambag'al qilib qo'ymaydi. O'sha pulingiz sizga kara bo'lib qaytib keladi. Agar siz hozir 100 ming dollar topmoqchi bo'lsangiz, 10 ming dollar xayriya qiling, o'ldim deganda 100 ming dollar topasiz. U javob, u misol uchun ertaga topmasangiz menga keling, men o'sha pulni sizga beraman. Bu o'sha hayot qonuni. O'shanga har doim fikrlash kerak, to'g'ri fikrlaylar. Berayotgan narsani Alloh roziligi uchun qilib, har qayerda ad-dushi berishni o'rganinglar. Berib kelishi garantiya. Hujjati bor. Bermoqchi bo'lgan savolim, B2B sotuvchi uchun, masalan, marketing agentstvalarni B2B sotuvchisi uchun, o'sha tadbirkorlik uslugasini sotish uchun o'sha instrumentlar yoki maslahatlaringizni bersangiz. Soting, menga bu narsa keling, sразу ko'ramiz. Nima sotmoqchisiz? O'zi marketing agentsiyasida ishlayman. Xo'p. Sotmoqchi bo'lsak, masalan, olib bera olamiz. Masalan, SMM uslugan sotmoqchisiz. Xo'p, zo'r. Soting. Siz nima sotasiz? Ya'ni qanaqa masalan? Men trening sotaman. Qanaqa? Biznes davolash. SMM haqida xabaringiz bor-da? Ha, eshitganman. SMM bu shu hozirgi paytda nisbatan arzon va katta bo'lgan xizmat bo'ladi. Masalan, treningingizni internet orqali odamlarga sotasiz. Hozir masalan guvoh bo'lamiz, ko'chada billboardlar yoki televideniyani unchalik foyda keltirmayapti. Ustiga effekti ham tushib ketyapti. Bu orqali masalan treningingizni maqsadlar bo'yicha sotishingiz mumkin. Bo'l, ana kommersiya предложение tashlab bering. Telefon qilib yuboraman. Sizda to'g'ri aytasiz, kommersiya предложениyamiz bor, lekin
Biz har bir odamni individual undan kelib chiqib, uni og'riqlaridan kelib chiqib taklif beramiz. O'shaning uchun komissiya predložение tashlab beramizmi, muhokama qilib olishimiz kerak. Yo'q, bo'ldi. Anaqa nomeringizni tashlab keting, telefon qilaman. Standart taklifga standart javob bo'ldi. Qarang, bu yerda mana nima sizni misolingizni keltiryapmiz, sразу joyida. Qarang, menga siz realni kelib sotib ketishingiz mumkin. Chunki любой biznesga ehtiyoji bor. Lekin meni muammoim nimada? Siz meni og'rig'imni topdingizmi yo'qmi? Nima og'rig'im bor meni? Hozir endi sizni segmentingizda bozor bo'sh bo'lgani uchun, masalan, sizga o'xshab premium o'tadigan sifatli o'tadigan kam bo'lgani uchun og'riqingiz menimcha kamroq. Nima? Yo'q, mana soch mana qarang, men programma ham sotaman-da, dastur sotaman. Sales Doctor ham Tushov dasturlarimiz bor-da. Eng katta konkurentim kim? Smartlar. Yo'q. Eng katta konkurentim daftarcha. Ana, umumiy daftarcha bor. Tushunasiz? Treningda hamchi eng katta konkurentim boshqa trener emas menda. Eng katta konkurentim o'zim bilaman. O'zim aqlliman. Odamlar. Tushunasiz? To есть meni konkurentim, aytganingizdek konkurensiya katta emas bozorda. Lekin meni boshqa og'rig'im bor. Meni og'rig'im o'tirgan tadbirkorlar, eshitayotgan tadbirkorlar aytadi, men jin emasman, buncha pul berib, men o'zim aqlliman dedi. Tushunasizmi? Ya'ni siz menga boshqa konkurentga qarshi emas, menga o'sha tadbirkorni ko'ndiradigan qanaqadir ko'ndirib menga olib kelib berishingiz kerak. Sizni определенный rolingiz bor. Sizni marketing agentsiyasi roli lead generatsiya. Menga konkretni raqamda mana shuncha sifatli lead olib kirib berishingiz kerak. Shu narsani olib kirib berishga ishontiring, men siz bilan gaplashaman, suhbatlashaman, muammosi yo'q. Ya'ni og'riqni topib, Meni og'rig'im nima? Menga savol berdingizmi? Qayerdan bilyapsiz? Men og'rig'imni meni savol bermasdan o'zingizcha taxmin qilyapsiz. Noto'g'ri, savol bering. Zo'r sotuvchi bu zo'r savol beruvchi. Biz suhbatlashdik, 99% siz gapirdingiz-da, tushunasiz? Odam ikkita qulog'i bor, bitta og'izi bor. Odam sotuvchi ikki barobar ko'proq quloq solishi kerak gapirganga. Ya'ni siz menga savol berib, meni gapirtirishingiz kerak, mendan to'g'ri ma'lumot ola olishingiz kerak. Misol uchun nima ma'lumot olishingiz mumkin? Menga bir kunda nechta lead kiryapti? Eng og'riqli joyi, Islom biladi, eng og'ir har kuni biz kurashadigan narsamiz har kuni sifatli lead olib kirish. Nima qilib bera olasiz menga? Mana menda palonchi lead kiryapti bir kunda. Ko'proq kerak lead menga. Ko'proq sifatli lead. Menga studentlar telefon qilish kerak emas. Student telefon qilsa, menga ortiqcha pulim ketgan bo'ladi, chunki men o'sha studentga men reklamani ko'rsatishga pul ishlatgan bo'laman, target nuqtai nazaridan. Menga sifatli, menga tadbirkorlar kerak. Tadbirkor menga reklamani ko'rish kerak. Hammalar reklamani ko'rganmisizlar? Bu esimim yomon ishlayapti işte. Studentlar kerak emas, ha? Shunaqa. Targetingda muammo bor-da, demak. Tushunasizmi? Menga tadbirkorlar kerak. Studentlar ko'rgani yaxshi ma'lumot uchun, lekin meni klientim emas-da bu. Men pulimni bekor ketkazayotgan bo'laman. Tushunasizmi? Sizlarning vaqtingizni bekor ketkazolma. To'g'ri targeting qilinmayapti deganda. Yaqinda shu Yo'q, любой момент har doim ketamiz. Ochamiz har doim. Ассаламу алейкум. У большинства продажников бывает такое состояние эмоционального выгорания. У предпринимателей, но в большинстве случаев у продажников. Бывало ли у вас такое, и как вы выходили из этого состояния? Выгорание бывает всегда. O'zbekcha javob beramizchi? o'ziga qo'yadi. Farqi. Endi odam doim yonib turadi vaqt-vaqti bilan. Har bir tadbirkor faqat sotuvchi emas, ayniqsa tadbirkorlarda ko'p bo'ladi bu narsa. Bu narsa bo'lmasligi uchun eng birinchi yo'llardan bittasi bu sport. Sportda har doim energiyani qaytaradigan bir faoliyat turi. Vaqti bilan men o'zimni agar tahlil qiladigan bo'lsam, menda qachon stress bo'laman. Stress qachonki bo'laman, qachon men nima bo'layotganini tushunmasam. Muammo bor, misol uchun, suvda tushib ketdi. Agar men nimaga tushib ketganini bilmasam, men stress bo'laman. Agar suvda tushib ketdi, lekin men sababini bilsam, menda stress bo'lmayman. Menga yoqmaydi, to'g'ri, hech kimga yoqmaydi suvda tushib ketsa, lekin men nimadan tushib ketganini bilsam, men o'sha konkret men bilaman 1, 2, 3 qadamlar bosib,
man shu narsani to'g'rilay olmayman deb bilaman. Bu stressga olib kelmaydi. Mana shu выгорание, stress nimadan bo'ladiki, ko'proq bilmaganlikdan holat. Bu birinchisi. Ikkinchisi, выгорание qachon bo'ladi? Qachonki sizda quick wins bo'lmasa. Выгорание marafonda bo'ladi. 100 metrda выгорание bo'lmaydi. O'shanga har qisqa vaqtda o'zinglar gormon счастья bor, endorfinlar bor. Shuni vaqt-vaqti bilan o'zinglarni mukofotlab turishinglar kerak nima bilandir. O'zingizga yaxshi mashina olinglar, qanchadir nima qilsanglar, bilmadim, kimdir yaxshi marojniy sotib olinglar, student bo'lsanglar, misol uchun-da. To есть bu yerda farqi yo'q. Muhimi sizlar o'zinglarni mukofotlashinglar kerak. Qanchadir quick win bo'ladi, qisqa muddatda nimagadir erishsanglar, 3 ta 5 oldinglar, bitta marojniy olinglar. 10 ta 5 oldinglar, bitta restoranga borib o'tirib kelinglar maza qilibdi. Ya'ni выгорание juda uzoq mukofotsiz ishlashdan kelib chiqadi. Shu narsani tushunsangiz, menimcha уже boshqarish mumkin deb o'ylayman. Startaplarda ko'p bo'ladi shu narsa. Startaplarda yuraveradi, bir tiyin puli yo'q, Prodaja yo'q. Prodaja yo'q, hech nima yo'q. Shu narsa. Rahmat, marhamat. Aha. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Birinchisi, hozir bizda juda ko'p social responsibility mantellarni kesib oladigan bo'lsa, ular prodajadan anaqa summada ular o'sha charity xayriyaga yo'naltiryapti. Bu siz shu sohani ko'p vakil sifatida aytmoqchimisiz? Bunaqa offerlar klient uchun bunaqa marketing sxemalar bu prodajadan olib o'sishga yo'q. İkinci savolim, ikinci savol, shunda mana ruschadan o'zbekchaga o'giraman. Ko'p bir xillarda bo'ladi, nega umuman genial fikrlar keladi, lekin sizni komandangiz, jamoangiz, yon atrofidagilar kim bilan maslahatlashib qo'yganda sizlar so'z bilan hammasi ketlashadi. Real hayotda bu ishlamaydi degan so'zlar. Sizda shunaqa optimizm bo'lgan, tez bo'lgan, yo'q, real holatda ishlamaydigan realizatsiya qilganingiz. Hop, endi birinchi savoldan boshlaymiz. Ijtimoiy mas'uliyat. Ijtimoiy mas'uliyat, bu ijtimoiy mas'uliyat bilan bergan savolingiz har xil narsa. Chunki mana Mantel qilayotgan narsani deyapsiz, bu ko'proq PR aksiya. PR aksiya ishlaydi, lekin bu ijtimoiy mas'uliyatga kirmaydi deb o'ylayman. Chunki bu чисто PR. Juda ko'p tadbirkorlarni bilaman, har qayerda ijtimoiy mas'uliyati katta bo'lib turib, oshkora qilmasdan yordam beradigan joyga borib yordam berib kelaveradi. Juda ko'p tadbirkor zakotini ham vaqtida beradi, xayriyasini ham vaqtida qiladi. Xullas, unaqa tadbirkorlar ko'p. Albatta xursand qiladi bu narsa. Lekin siz aytayotgan narsa albatta savdoga effekt berish, endi qarang, mana qanaqa narsa-da bu ham. Butun O'zbekistonda bitta billboard bo'lsa, siz o'sha billboardga qaraysiz. Mana hozir qayerdandir kelyapsizlar, nechta billboarddan o'tdinglar? O'rtacha 20. Qaysi birini hisob qoldinglar? Chuasi, agar bitta charity o'sha Mantel qilsa, hisob qolasiz. Hozir 10 ta kompaniya davay charitysi уже sizga effekt bermaydi. Ya'ni nima qilayotganingiz, qaysi muhitda qilyapsiz, qaysi vaqtda qilyapsiz, ko'p boshqa omillar ham bor. Bu aytaman, 2D fikrlamaylar-da, 3D fikrlash kerak. Bu yerda ko'p boshqa omillar ham kelib, zo'r narsani ham yo'q qilib yuborish mumkin yoki oddiy narsani ham zo'r qilib yuborish mumkin. O'shanga har doim 3D fikrlashga harakat qilish kerak. Ikkinchi savol, bu o'sha genial bir fikr keldi, lekin jamoa buni yo'q qiladi. Bu bunaqa narsa. Jamoa bilan jamoaning farqi bor. Maslahat qilayotgan odamingizga borishingiz kerak. Siz o'zingiz sohangizni bilayotgan, ya'ni to'g'ri odamdan maslahat so'rashni bilish kerak. Misol uchun, ota-onangiz millioner bo'lmasa, bular qanaqa qilib million topish mumkin degan savol ularga yo'llashingiz noto'g'ri. Chunki bulardan qanaqa qilib tarbiya olish mumkin degan savol bersangiz to'g'ri bo'ladi. Tarbiyali yaxshi bolaga o'xshab olsangiz, qanaqa qilib tarbiya berish mumkin bolaga desangiz, zo'r maslahat berishadi. Lekin qanaqa million dollar topish kerak desa, men bilmayman deyishmaydi ular ham. Ular ham aytishadi, bilganicha, bunaqa deyish kerak, ishlash kerak, yaxshiroq deydi. Bunaqa emas-da, to есть buni o'zini mutaxassisi bor. Million olmoqchimiz, million odamdan so'rash kerak. 100 million topmoqchimiz, 100 million topgan odam oldiga borib so'rash kerak. Shunga birinchidan maslahat farqi bor. Kimdan so'rashingiz? Chop tashlaydigan paytda juda ko'p bo'ladi. Mana o'zimni salbiy kesim, Akmal Fayziyev Express 24 ochayotganda taklif qilganlar, ozgina maslahatchi kerak deb. Men o'shanda aytganman, men ko'rmaganman bu proyektni. Men aytganman, ketmaydi bu proyekt desam,
siz menga savolimga javob beravering, men u yog'ini o'zim quvuraman deganlar-da. Ya'ni mana hozir zo'r chiqib ketgan proyekt. Lekin u paytda men ko'rmaganman. Endi u paytda men DND ishlab yurgan paytimda IT'da ancha uzoq edim, SAPda ishlamasdim. Bu sohani bilmagan holda men noto'g'ri fikr bildirganman o'sha. Ya'ni sohangizni specialistini topsangiz, qanaqadir fikr olasiz. Bu birinchisi. Ikkinchisi, kimdir sizni chopsachi, xursand bo'ling. Скорее всего, bu hech kim qilmagan narsa, уже yaxshi. Endi to'g'ri, utopический proyektlarga kirish shart emas, lekin bu yomon signal emas, kimdir chopishni boshlasa. Aynan shu yo'nalishda ko'p bo'lardi. Mana misol uchun oddiy даже sohada mana aytishim mumkin. O'sha DNga 12-yilda kirganman, birinchi marta ishga, 2 marta ishlaganman DNda, birinchi marta kommersiya direktori bo'lib ishlab ketganman. O'sha paytda aksionerdan so'raganman, qancha oshirib berish kerak suvdan degan. Bular aytganlar, bir raqam aytganlar, mana shu raqamga olib chiqib bersang, mana shu maza qilaman deganlar, rozi bo'laman degan. Men ancha kattaroq raqam aytganman. Menimcha qilaman deganman, desam kulganlar ustimdan. Nerealniy deganlar, men buni qilsang ham men roziman deganlar. Haqiqatda 1 yilda men o'zimni aytgan raqamga olib chiqib berganman. To есть bunaqa birov ishonmaslik kimdadir hammada har xil, kimda tushkunligi tushadi. Men ko'proq sport bilan shug'ullanib yurgan bolalarni yaxshi ko'raman. Chunki sport bilan shug'ullanib yurgan bola har doim g'alaba qozonishni xohlaydi. Menga qila olmaysan desa, men jahlim chiqadi. Menda sportivniy zlost degan narsa bor. Men jahlim chiqadi, men senga ko'rsataman deb, men ko'rsatish uchun ham qilaman deyman. Nohaqligini. Ya'ni odamning tabiatiga bog'liq bo'lsa kerak bu narsa. Bor, ana stержень bor odamlar bo'ladi. Bular короче deydi, bar erishishga harakat qiladi. Ko'p odamlar, afsuski bu aksariyat sinadi, tushkunligi tushadi, chiqib ketadi. Marhamat, hozir ikkita savol, oxirgi ikkita savol mana orqada mayli 3 ta ekan, demak. Marhamat, bemalol mikrofon savol bersangiz ham bo'ladi. Assalomu alaykum. Savol bermoqchimanki, stabilniy oylik topganda o'shani qanaqa daxlni ko'paytirsa bo'ladi. Misol tariqa $5000 bo'ladigan bo'lsa, oyiga xohishlar $15000 topish kerak. Lekin organizm o'sish 1% kifoya. Bu yerda Yo'q, birinchidan не hvatayet ma'lumot, nima qiymat olib kelyapsiz, nima sennis beryapsiz biznesga, nima sizga oshirish kerak. O'sha berayotgan sennisingizni necha foizi sizga ketyapti? Qancha? Umumiy hozir aytayotgan qismi $5000 bu sof foyda uzunmi? Da. Men xohlamayman shu narsani 3 ga Siz yollanma ishchi sifatidami, oylik sifatidami yoki siz tadbirkor sifatidami? Bu boshqa narsa. Tadbirkor sifatida bo'lsa, foydani, savdoni oshirish qiyin emas, agar biznesning matematikasini tushunsangiz. Ko'plar nima biznes bilan shug'ullanasiz? Bizda texnika magazinlarimiz bor, IT media produksiya bo'ldi. Bo'ldi, qarang, texnika magaziningizni olamiz. To'g'rimi? Nechta magaziningiz bor? 2 ta magaziningiz bor. Qanaqa qilib bir oyda 2 barobar savdoni oshirish mumkin? Deb o'ylayapsiz-da. Tushunyapsiz-da? Bu katta xatoda hozir berayotgan javobingizda. Chunki siz doktorsiz, sizni biznesingiz bu pasient. Men hozir sizga savol beryapman. Siz sirazu mana hozir tasavvur qiling, doktorga kelyapsizlar-da, mazaliyada. Sizlar shunday qarayapti-da, nima deyapti, dori deyapti-da. Tushunyapsiz? Nimadan boshlash kerak? Diagnozdan, ya'ni laboratoriyaga borishingiz kerak. Siz laboratoriyaga borganda nima analizni topshirib kelish kerak? Nima? Endi qon zo'r. Endi siz biznesingizda nima analiz topshirish kerak? Sizni biznesingizda nima analiz topshirishimiz kerak? Nima ko'rsatkichlarni o'lchab olishimiz kerak sizni biznesingizda? Noto'g'ri. Siz hozir o'zingizni biznesingizni nima ko'rsatkichlarni o'lchashni bila olmayapsiz. Siz ko'p ko'rsatkichlar aytyapsiz, muhim bo'lmagan ko'rsatkichlarni aytyapsiz. Aynan suvdan 2 barobar oshirish uchun 3 ta 4 ta ko'rsatkichi bor. O'shalarni bilib, o'shalarni ustida ishlaganingizda oshira olasiz. Ya'ni birinchi savdoni oshirish qadamlardan bittasi bu o'zingizni biznesingizni raqamda bilish. Aynan sizga kerak bo'lgan raqamda bilish. Ko'p tadbirkorlarning eng katta qilgan xatosi ham shunda. Ayniqsa mana do'konchilardan so'rasangiz, qanaqa qilib suvdan oshirish kerak desa, aytadi, molni ko'paytirish kerak, assortiment ko'paytirish kerak, muomalani yaxshilash kerak. Bu
anaqa emasda, lechение bu ani tabibda bu. Biz ani nemetskiy yaxshi vrach bo'lishimiz kerak. Nemetskiy vrach unaqa qilmaydi. 18-sentyabrda o'qishimiz boshlanadi, kelsangiz o'rgatamiz. Marhamat, keyingi savol. Yo'q, unaqa demadilar. Savol tushunmay qoldi. Sizdan hozir juda bir katta narsani so'rashyapti. Bu suhbat, do'stlar, shunisini unutmaylik. Bu Alisher akaning xohishlariga. Ya'ni sizni hozir Dr. Sales mahsulotingizni kompaniyangizni SWOT analiz qilib berishni so'rashyapti. Ya'ni qanaqa joyda sizda imkoniyatlar bor, qayerda o'sha to'siqlar bor? Sales Doctor bizda ikkita proyektimiz bor. Bittasi IT proyektimiz bor, Sales Doctor degan appimiz bor. Bittasi treningoviy kompaniya bor, Sales Doctor akademiyamiz bor. Qaysi biri to'g'risida gap ketadi? Xarid. Programmami yoki tushundim. Nima bo'yicha? Programmami yoki treningmi? Trening deya qolaylik. Mana trening yo'q. Yo'q, chunki siz agar distributsiyada ishlaysizmi? Yo'q, siz kitob sotsangiz men sizga programma sotmayman o'zi, chunki bizada programma distributsiya. Men mijozim bo'lsangiz men sizga sotib beraman. Tushundim. Qarang, bizada akademiyada nima kuchli tomonimiz bor? Kuchli tomonimiz o'tadigan treningimiz, misol uchun nimadan iborat? Biza bor, mana boshqa trenerlar ko'pincha teoretiklar, qayerdadir o'qigan narsalarni sizlarga chiroyli qilib yetkazib bera oladi. Bu ham yaxshi, yomon emas. Bu boya aytgandek, u начальный shkola o'tib olishlari kerak bari. Bizada o'zi universitet. Bizada universitet deganimizda men 19 yil bir nechta katta korxonalarni boshqarib olgan tajribam bo'lishaman. Ya'ni nazariya plus praktika. Konkret instrument beriladi. Bizada bekor biznes davolash deyilmaydi, ya'ni biznesni mana do'konlar misolini keltiryaptilar. Men bularga hozir biznesini 2 oyda 2 barobar oshirib beraman. Agar birga kelsalar, agar oshirib bera olmasa, men bularga pulni qaytarib beraman. O'qishda. Chunki bu yerda qanaqadir sehrli palichka yo'q. Bu yerda konkretniy matematika bor. Nima qilsa oshadi bu narsa. Bu narsaga 19 yil ichida tajriba orqali, o'qish orqali bu narsaga yetib kelgan narsani bo'lishga harakat qilamiz. Plus 100% garantiya возврата bor bizada. Masalan, trening yoqmasa, nimadir bo'lmasa, o'qib bo'lganingizdan keyin meni olmay kelasizda, men shu treningingiz yoqmadi, ajdaning boshqacha desangiz, nimagaligini ham so'ramasam, pulingizni qaytarib beraman. Zaif tomonimiz nima? Zaif tomonimiz hammaga qilib bera olmaymiz bu treningni, chunki menda bo'ladi tadbirkorlar ichida, o'quvchilarning ichida ayrim tadbirkorlar kelib, men tushunmayman, nima to'g'risida gapiryapsizlar deydi. Ya'ni oddiy o'sha maktabni, начальный maktab o'qimagan hisobiga ham shunaqa narsalar bo'ladi. Ya'ni men har bitta terminni chaynab o'tirishga vaqtimni ketkazgim kelmaydi, vaqt yo'q ham o'tdi. Endi juda nasishli programma. Bizga o'zi harflarni biladigan, so'zlarni o'qiydigan odamlar kelsa, biz kitob o'qitamiz, kitob yozishga yordam beramiz. Marhamat, keyingi savol. Endi men SAPdan ketganman, SAP sotardim, 4 yil SAPda ishladim. U yerda o'rtacha SAP sales cikl deymiz. Sales cikl o'zi SAP global statistikasi 9 oy. Menda eng tez savdoyim 6 oyda bo'lgan. Oxirgi katta сделкамdan bittasida bir 13 oy bo'lgan. Ya'ni oylab siz mijoz bilan ishlab yurasiz. Ko'pincha B2B da qanaqa qiladi? Ko'pincha B2B savdoda mana misol uchun bular hozir menga kelyaptilar, B2B da bular ham hozir marketing SMM sotib vaqtishlar. Menga kommersiya предложение beradilar. Kommersiya предложение bergandan keyin bir haftadan keyin telefon qiladi. Ashiraga nima bo'ldi? O'ylab ko'rdingizmi deydilar. To'g'rimi? Men aytaman, "Ha, yana o'ylayapman" deyman. O'zim qoraman deyman. Yana bir oydan keyin eslariga tushsam, yana telefon qiladi-da. Bir oy oldin tashuvdan kommersiya предложение nima bo'ldi deydi. Men o'ylayapman deyman. 3-marta uch trubka ko'tarmayman. Yoki blokka qo'yib qo'yaman bularni. Men aytaman, bo'ldi deyman, sanaqa. Tusholmaydigan qilib qo'yaman. Bunaqa bu noto'g'ri sotish. Bunaqa qilib bo'lmaydi. Sotishni o'zini cho'tka algoritmi bor. Ya'ni men o'sha 1 yil ichida har ko'rishganda nimalarni kelishishim kerak,
va ketma ketligi bor o'zi 1 2 3 4 5 bu ham mana bir ilmda bu ham bir o'zini qadamlari bor. Asosiy mohiyat nima? Asosiy mohiyat bular meni ichimga kirib, meni raqamlarimni tahlil qilib, menga bular boshqalarga nisbatan ko'proq qiymat berishlarini isbotlab berish. Bular mendan kuchliroq bo'lish kerak. Prosta kelib, men SMM bilan shug'ullanaman emas. Bular boshqa gapirishlari kerak emas SMM. Yaxshi sotuvchi o'zini mahsulotini gapirmaydi. Yaxshi sotuvchi mijozi muammolarini gapiradi. Bularning vazifasi meni muammolarim ichiga kirib, analiz qilib, hozir bo'layotgan mediada qanaqadir postlarimiz bor, boshqa bor, kelib isbotlab berishlari kerak. Mana bu narsani noto'g'ri qilsam, bu narsani noto'g'ri qilsam, mana bu narsa bunaqa effekt bermaydi, bunaqa bermaydi. Mana qila olamiz. Mana bu narsani qilsangiz zo'r bo'ladi. Yaxshi sotuvchi, eng zo'r sotuvchi kim? Mana narkodeletsda bo'ladi eng zo'r sotuvchi. Bitta birinchi 3 ta dozani tekin beradi. Tushunyapsizmi? Nimani? Qanday yoshlar o'z ishini olganlar, qanday talablar qilgan? Shogird. Juda ko'p savollar tushadi, shogird bo'lib tushiydi deb. Bunaqa narsa, qaranglar. Men boshqacha qarayman bu narsaga. Men sotuvchi sifatida qarayman. Bunaqa insonlar kelyaptiki, nima bera olasiz menga deyapti. Tushunyapsiz? Menga vaqtingizni bering deyapti. Mehr bering deyapti, bilim bering deyapti. Anaqa, menga непонятный narsa-da. Agar sizga bor vaqtni, kuchni, mehrini bersa, Nima deb o'ylaysiz? Menga birovning vaqti, mehri, mana yosh bolalarning qonini ichadigan inson emasman. Chaqaloqlarning qonini ichadigan insonlar ham bo'ladi. Bu yerda siz menga o'zingizni sota olishingiz kerak. Qaysidir biznesimni bir qismini yo'q bera olishingiz kerak. Sorry. Bu yerda tajribangiz bo'lmasa, sizda men tajribam yo'q deyish kerak emas. Tushunyapsizmi? Siz kelishingiz kerak, mana bu qismini menga bering, men eplayman deyishingiz kerak. Men bilaman, eplay olmasangiz hamchi, men yomon bola ekan demayman, men молодец deyman. Chunki bu xohlayapti deyman. Tushunyapsizmi? Hamma ham Shaulinskiy shkolani o'ta olmaydi-da. Borib chidab berish kerak. Kaltaklishlariga chidaydi, tam ochligiga chidaydi, yana nimagadir chidaydi, tushunyapsizmi? Shogird bo'ling degan bir oyda kamida menga 10 ta 20 ta zaпрос tushadi. Kimdir yozadi, o'tdan yozadi, bu yerda tushadi. Menga nima degan savol. Shogirdlar yo'q emas, shogirdlar bor, lekin har bittasi nimadir funksiya bajaradi-da, misol uchun. Rahmat javob uchun. Keyingi savol. Menimcha oxirgi savol qilgan bo'lardi. Marhamat. Shu fikr sababdan bu yil xalqaro darajadagi universitetga qo'yilgan biznesimiz yo'q. Integratsiya boshqa. Hozirgi kunda. Ya'ni risk yozilgan, kalamuga ko'paygan. Bunaqa fikrli insonlar qanaqa o'zgarishga sabab berib maslahat berasiz, o'zgartirish. Bunaqa fikrli insonlar Yo'q, bu juda aktual savol, meni achintiradigan savol. Men boshqacha o'zimga har doim savol beraman, nimaga musulmon davlatlar qoloq? Chunki biza qanaqadir zona komfortiga kirib qolyapmiz. Baribir mana qanaqa narsada islom bu faqat 5 mahal namoz o'qish emasda. O'zi olimlar oxiratda payg'ambarlar bitta qatorda turadigan gap bor. Ilm olish bu islom tomonidan juda rag'batlantiradigan narsa. Siz aytayotgan odamlar, shunaqa gapirayotgan insonlar, bular ilmsiz insonlar. Bular ilmni darajasini tushunmaydigan insonlar. Baribir har doim sababini qiladigan biza sababini qilishimiz kerak. Bu sababini orqasidan juda mana men даже bitta insonni oldida bitta insonning zo'r gapini eshitdim. Forbesda 10 ta eng boy odam bor edi. U juda katta odam gapirayotgan gap. Mening maqsadim deyapti, musulmon milliarder chiqsin, o'sha hech bo'lmasa top 10 taligi o'zim oliy maqsadimni bajargan bo'lardim deyapti. Ya'ni bu yerda qiyin masala. Siz aytayotgan savolingizga javobim yo'q, taxminlarim bor, gipotezalarim bor. Lekin afsuski bu juda katta muammo. Rizqimiz bor deydi, divanda yotadi. Divan bilanchi 5-tochkani orasida shamol uchib turish kerak-da, ozgina. Shunda anaqa nimadir bo'ladi. Tushunasizmi? Sababini qilib turishingiz kerak. Ajoyib javob. Men o'ylayman, savollar hammada ko'p va buni keyinchalik boshqa uchrashuvlarda ham berishingiz mumkin yoki
Instagramda yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlarda savol ko'rinishida berishingiz mumkin. Alisher aka, har doim beriladigan bir stereotiplarda ham shu narsa bor. Har doim shu kimdir spiker chaqirilsa, undan kitob yoki biron bir kurslarni, manbalarni tavsiyasini so'rash kerak degan. Keling, shunga amal qilib sizdan so'raymiz. Siz qaysi manbalarni, nafaqat kitob, balki kurslar, boshqa narsalar endi mana ishtiyoq uyg'onib, hozir endidan o'rganishni boshlayman, mana shu bilimlarimni oshiraman degan odamlarga nimalarni tavsiya qilgan bo'lardingiz? Kitob o'qiyman desangiz, juda ko'p kitoblar bor. Video ko'raman desangiz, YouTube'da juda ko'p videolar bor. Endi Aynan sizni tavsiyangiz. yo'q, kitoblar endi hammani o'zini darajasi bor. Misol uchun qaysidir rivojlanish darajasida bu darajada mana bu kitob zo'r, mana bu kitob zo'r. Men nima o'qimaslikni tavsiya qilaman. Men Kiyosakilarni, bir shunga o'xshaganlarni o'qimanglar, kamroq o'qinglar, bu papsa. Kiyosakini bitta zo'r darsi bor, bo'ldi. O'sha darsdan tashqari boshqa narsalar hech nima kerak emas. Bu passiv daromad yaratish bo'ldi. Mana shu darsini oldinglar, uning uchun kitob ham o'qish shart emas. Zo'r olimlarning kitoblari bor. Aynan biznes yo'nalishidagi zo'r avtorlar bor. Bu mana ko'proq harakat qilinglar amerikanskiy kitoblar o'qishga, chunki mana rossiyskiy kitoblar bor. Rossiyskiy kitoblar ko'proq mana shunaqa ishladim, mana shunaqa narsaga keldim, mana xulosa, mana kitob yozdim deydi. Amerikanskiy avtorlar nima qiladi? Men 15 yil tadqiqot o'tkazdim. 500 ta katta kompaniyaning CEOlari bilan 10 soat suhbat qildim va mana shunaqa xulosaga keldim. Ya'ni u yerda tadqiqot asosida bo'lgan kitoblar-da. YouTube'larda ham o'zingizga qiziq bo'lgan ko'p yaxshi tadbirkorlar bor. Podpiska qilinglar. Ularni mana Twitterda podpiska qilinglar. Twitterda ayniqsa Amerikadagi ko'p katta tadbirkorlar juda aktiv. Bular Facebookda aktiv emas, YouTube'da aktiv emas, lekin Twitterda deyarli har kuni qanaqadir postlar yozadi. Paul Graham bor, misol uchun o'tam Elon Musk ham bor o'sha nimasi. Ko'p nimalar nima deydi? Odamlarni fikrlashini eshitinglar, ko'ringlar. Qiziq fikrlar ko'p paydo bo'ladi. Eng muhimi mana bu kitob o'qib, bu kitob o'qish emas, eng muhimi bu o'qish doimiy bo'lishi kerak. Toshbaqa tulkiga qaraganda tezroq yetib borar ekan-da manziliga. Chunki tulki reski yuguradi, dam oladi, chalg'iydi, yana nimagadir orqaga qaytadi. Toshbaqa sekin bo'lsa ham to'xtamsiz yuradi. Toshbaqaga bu o'xshaydi. Har kuni toshbaqa o'xshab ko'p o'qimanglar, yarim kunlab. Mayli, yarim soat o'qinglar, kuniga 1 soat o'qinglar, lekin doimiy bo'lishi kerak. Mana shu doimiylik tezlikni har doim yutar ekan. Shu doimiylikka ko'proq aniq qilish kerak, mana shu fokus berish. Demak, har kim o'zi darajasida asosiysi o'qisa va doimiy shu odatni shakllantirsa bo'ldi. Alisher aka, rahmat bugungi tashrif uchun, bilimlaringizni bo'lishganingiz uchun. Men o'ylaymanki, hozirgi mana shu tadbirkorlik muhiti, hozirgi bir rivojlanishlar yaqin bir 10 yil ichida, balki 5 yil ichida xalqaro bir darajadagi tadbirkorlar yetishib chiqishiga, o'sha startaplar to'g'risida katta mavzuni ochsak bo'lardik. Bir xalqaro bir Y Combinatorga yoki 500 startupsga ariza topshirib yutib ketadigan, o'sha yerda bir dunyo miqyosiga chiqa oladigan startaplar chiqishiga umid qilamiz, ishonamiz. Alisher aka, kelajakdagi faoliyatingizga ham omad. Modul 5 loyihasida bunday suhbatlar hali davom etadi. Siz aynan kimlarni mana shu suhbatlarda ko'rishni istagan bo'lardingiz? Buni albatta bizga yozib qoldiring, sababi munosabat ikki tomonlama. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat.